Uy bezakchilik kasbi. Savol. Assalomu alaykum. Uy bezakchiligi qilaman. Ya'ni panarka degandek materiallar bilan Xitoycha jongshu deydi ekan. Ba'zi qarindoshlarimiz bu kasbimni tashlashni tavsiya qilyotidi. Sababi ularning qarashicha uyni zinnatlash isrofchilik bo'larmish. Isrof qilish harom deb mening kasb qilishimni haromga chiqardi. Menmi bu qarashga azroq qo'shilsam, u kasbning harom ekanligiga pok topolmadim. Menmi ba'zan sal chakdini ishib ketgan boylarning bundaq hashamatlik qilishini isrofchilik qilganlik, loyiqida bo'lgani yaxshi deb amal bo'lsalar oddiy qilishni tavsiya qilib keldim. Ular gapimga ko'nmasa ishlayverdim. Javob berishlarini so'rayman. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Sualingizning birinchi qismi uylarni bezashning hukmiga munosabatli ekan. Albatta, musulmonlarning uylari oddiy sodda, o'zini va oilasini panohlantirishda ehtiyojni qamdaydigan behuda bezakdan xoli bo'lishi munosibdir. Lekin uylarni bezashda oddiy sodda bo'lish mustahab, farz emas. Bunga asosan islom dinimiz uylarni puxta, chiroyli qilib yasashni, bezashni harom qilib o'tmagan. Haq taolo aytadi: "Aytqinki, Alloh bandalar uchun chiqarib bergan zibu-zinnatlarni kim harom qildi?" A'raf surasi 32-oyat. Iqtisodi barlar mol-mulkining zakatini berib, uylarini bezasa, buni harom degili bo'lmaydi. Harom deyish uchun dalil kerak. Tamlarga panarka elish, qishda sovuqdan, yozda issiqdan saqlanish uchun bo'lsa, bezasa hech gap bo'lmaydi. Faqat bezash uchun bo'lsa, bezash harom emas, makruh bo'ladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esil uy bog'larni yasab, dunyoga berilib ketmanglar degan. Bu butunlay dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lib, oxiratni unutib ketishdan cheklaganligini, oxiratni unutib qolmagan holda uy bog'larni yasasa gunoh bo'lmaydiganligini bildirdi. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh bizni tosh bilan layni raxt bilan yo'gashga buyurmagan degan. Ba'zi olimlar bu hadisni tomlarni raxt bilan yo'gab bezashning makruhligiga dalil qilgan. Hamda isrof masalasiga kelsak, uy bezashda kishilarning iqtisodiy imkoniyatiga qarab deyish kerak. Bir kishiga isrof deb qaralgan narsa yana bir kishining haqqida isrof bo'lmaydi. Masalan, millioner bir kishi 1,5 millionga uy yassa isrof bo'lmasa, namrat bir ishchi 100 mingga uy yassa isrof bo'lishi mumkin. Demak, isrof degan har bir kishining iqtisodiy ahvoli, sharoitiga bog'liq. Hamda suolingizning ikkinchi qismi bezakchilik kasbi bilan shug'ullanishning hukmiga kelsak, bu mubah. Buni harom degili bo'lmaydi. Harom deyish uchun aniq dalil lozim. Agar ba'zilar bakla ortiqcha bezamoqchi bo'lsa, siz askartib qo'ying. Unimisa degini bo'yicha yasab bezab bersangiz bo'ladi. Isrof qilgan bo'lsa o'ziga, ish haqqi sizga halol. Janobi Alloh hammamizni halol rizqqa muyassar qilsin. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 154-numurliq fatvo.